Savol. Xotiram tutashib ketyapti. Diqqatim jamlolmayapman. Nima maslahat berasiz? Ulug' avliyolardan Abul Hasan Nuriy Hazrat aytadilarki, shayximni uyida xizmat qilib o'qiganimda 6 ta qizlari bor edilar. Biror marta ko'zim tushmagan. Ya'ni shu qilingan hayo va taqvodan Alloh taolo shunday bir baraka berdiki, 3 oyda 90 ta kitob yodlaganman degan ekanlar. Ya'ni o'qiganman emas, yodlaganman. Hozirgi kunda hayo qilishlik, ko'zni tiyishlik har zamondagidanda dolzarb deb o'ylayman. Ulug' bobomiz Bahodir Naqshband Hazrat aytgan ekanlar, nazar bar qadam deb. Ya'ni inson ko'zini oyog'ini uchiga qaratib, ya'ni haybat va qor bilan, lekin go'zal hayo, taqvo bilan yurishligi kerak. Kamtarinlik bilan. Shunda u nimaiki boshini ko'tarib biror bir joyga yoki narsaga, kimsaga qarar ekan, aniq bir maqsad bilan qaraydi. Xudoning roziligi bilan qaraydi. Unda rozilik bo'lmagan joylarga alang-jalang qilib turib, ko'zini nurini sochmaydi, zoya qilmaydi deb. Ana o'shanda bu qaraladigan ko'zlarda haybat va qor haqiqiy bir ma'no bo'ladi. Ana shunday ma'noli ko'zlar sohibidan aylasin Alloh bizni. Rahmat.